Yo do'stlar, barchasini sizlar bilan Big Gamer. Bugungi videoda Zarchiverdagi datani ochamiz. Birinchi o'rinda Zarchiverga kirib olamiz, do'stlar. Keyin buni pastagini bosib turib, buni Android data ochilmadi. Do'stlar, mana. Buni hozir do'stlar sizlarga ko'rsataman. Mana bu oq turibdi-ku. Shuni bosasizlar, bu Redmi'da. Mana eng pastdagi bu jilddan foydalanish deganni bosasizlar mana. Mana shuni bosasizlar. Buni keyin oson do'stlar ochish. Ruxsat berishni bosasizlar Redmi telefonda. Shundan keyin mana o'zi ochiladi do'stlar. Mana xohlaganlaringizni qilaverasizlar do'stlar. Hammaga xayr do'stlar.